Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Markaziy bank tomonidan belgilangan xorijiy valyutalarni o'zbek so'miga nisbatan 25 mart kuni uchun amal qiladigan qiymatini e'lon qildi. Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada qulay va tushunarli. Anjirpay moliyaviy ishlaringiz uchun yagona ilova. Rossiyadagi bank kartalaridan Humo, Uzkart va Visa kartalariga pul o'tkazmalari, shuningdek naqd pul yuborish xizmati ham mavjud. Kommunal xizmatlar, internet, TV, jarimalar, soliq va kredit to'lovlari 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati. Anjirpay Rossiyadan O'zbekistonga qulay pul o'tkazmalari. Ilovani barcha platformalardan yuklab oling. Ko'ra dollarning rasmiy kursi 3 so'mga ko'tarilib, 1 AQSh dollari 12196 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1,219,600 so'mga teng bo'ldi. Yevro kursi esa 144 so'mga ko'tarilib, 1 yevro 14141 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 yevro 1,414,126 so'mga teng bo'ldi. Rossiya rubl kursi esa 8 so'mga ko'tarilib, 1 Rossiya rubli 151 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 151,740 so'mga teng bo'ldi. Qozoq tangasi esa 0,04 so'mga ko'tarilib, 1 qozoq tangasi 25 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 qozoq tangasi 25300 so'mga teng bo'ldi. Eslatib o'tamiz, har kunlik dollar, yevro, rubl hamda qozoq tanga kurslarini kuzatib borishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.